Mana do'stlar, biz o'zimiz ham challenge'imizni boshlab oldik va biz mana bu joyda spawn bo'ldik. Yelanadi. Ular bizni ko'rib qolmasdan qochish kerak. Xo'sh, gapni qisqasi, bugungi videomizda biz bitta kristal blok yig'ishimiz kerak. Tushunarlimi? Agar biz bitta kristal blok, bu challenge mavzusi. Orqamda bitta qishloq bor ekan. Hozir biz unga boramiz. Qani, let's go. Men bu yerda tezlashtirgan kadr qildim va bildim, bu yer o'zgacha qishloq ekan. Shuning uchun birinchi bo'lib go'limni tinchdim, chunki temir kirkam sinishini bilardim va 2 daqiqa o'tib qo'yib yuboribman. Aslida esa men 14 daqiqa 36 soniya sarfladim bu ishni qilgani. Va mana ko'rib turganingizdek charchoq nima bilmasdan qilyapmiz. Bu yerda ozgina hatto o'lib qolishimga ham ozgina qolgan payt bo'ldi. Agar men tez o'shanda qaramasdan ham o'tib ketaverganimda aniq o'lardim. Shuning uchun bu yerda bir marta creeperni ham ko'rgandek bo'lgandim konlarda. Lekin mayli, muhimi men kristal blokni topdim va challenge-ni amalga oshirdim va yana bitta gap. Menga ozgina yaxshiroq challenge-lar kerak. Menga juda ham oddiy challenge beryapsizlar. Lekin menga bunaqasi yoqmaydi. Shuning uchun menga kerak bo'lgan narsa, menga yaxshiroq challenge kerak. Bu sizlar bergan challengelar men uchun oddiylik qilyapti. Shuning uchun iltimos, iloji boricha zo'rroq challengelar, ya'ni mantiqqa oz-moz to'g'ri kelmaydiganlarni ham bersangiz roziman. Shuning uchun iltimos, obuna bo'ling va like bosing. Keyingi challenge ko'rishguncha, xayr, sizlar bilan Granat A bo'ldi. Mana do'stlar, bizning challenge ham bajarildi. Mana bizning kristal blogimiz. Biz bu kristal blokni yasadik. Rosa juda ham ko'p. Mana ko'rmanglar o'zingizlar. Men 2 daqiqa o'tgandan keyin qo'ydim. 4 daqiqa o'tib ketdi. Shuning uchun men rosa 16 daqiqada qurib bitkazdim. Yasab bo'ldim kristal blokni va yana 7 ta kristal ham topdim. Men challenge-ni bajardim. Video yoqqan bo'lsa like bosing.